Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun qo'shimcha to'lov, ya'ni ko'pchilik tilida aytilayotgan summa qachon 4 ming so'mgacha oshadi degan savol. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlarning o'ziga, balki ularning farzandlari, nabiralari, vasiylari va oilaviy budjetni rejalashtirayotgan har bir insonga tegishli. Chunki bir qarashda 7 ming, 200 ming yoki dartin ehmay ming so'm oddiy raqamdek tuyulishi mumkin. Lekin keksa odamning dori darmoni, kommunal to'lovi, oziq-ovqati va kundalik xarajatlari uchun bu juda sezilarli pul. Men bugun sizga bu masalada nimani bilish kerakligini, qaysi holatda xavotirga tushish kerakligini, qaysi holatda esa kutish va hujjatlarni tekshirish kifoya ekanini oddiy tilda tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim joyi shundaki, hamma 75 yoshdan oshganlarga pul avtomatik bir xil tushadi deb o'ylash xato. Ayrim holatlarda hujjatdagi kichkina xato ham to'lovning kechikishiga yoki umuman chiqmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying, like bosing. Chunki men shu kabi pensiya, nafaqa, ijtimoiy to'lov va imtiyozlar bo'yicha aniq, tushunarli ma'lumotlarni berib boraman. Avvalo masalaning ildizini tushunib olaylik. Pensionerlar orasida eng ko'p tarqaladigan savollardan biri shunday: men 75 yoshdan oshdim. Endi menga alohida qo'shimcha pul beriladimi? Bu pul 4 ming so'm bo'ladimi? Qaysi oydan boshlab beriladi? Ariza yozishim kerakmi yoki o'zi tushadimi? Mana shu savollar bejiz emas. Chunki so'nggi yillarda pensiya tizimida bir necha marta o'zgarishlar bo'ldi. Pensiyalar oshirildi. Ayrim toifalar uchun qo'shimcha to'lovlar belgilandi. Yoshga doir alohida qo'llab-quvvatlash mexanizmlari kengaytirildi. Oldin ko'pchilik faqat asosiy pensiya miqdoriga qarardi. Masalan, odam 30-35 yil ishlagan bo'lsa, ish staji va oylik ish haqi asosida unga pensiya tayinlangan. Keyin davlat tomonidan pensiyalar indeksatsiya qilinganda, ya'ni oshirilganda, u odamning pensiyasi ham umumiy tartibda ko'tarilgan. Lekin yoshi ulg'aygan. Ayniqsa 75 yoshdan o'tgan pensionerlar uchun ehtiyojlar boshqa darajaga chiqadi. Bu yoshda dori xarajati ko'payadi. Ko'zoynak, eshitish moslamasi, qon bosimi dorilari, yurak bo'g'im, qon kasalligi uchun dori vositalari muntazam kerak bo'ladi. Shuning uchun davlat ayrim yosh toifalari bo'yicha qo'shimcha ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalasini alohida ko'rib chiqadi. Hozir ko'pchilik eshitayotgan 4 ming so'mgacha oshadi degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Bu yerda eng katta xato shuki, odamlar buni asosiy pensiya 4 ming so'mga oshadi deb qabul qilishadi. Aslida gap ko'pincha qo'shimcha to'lov, ustama yoki alohida toifaga beriladigan yordam haqida ketadi. Ya'ni bu asosiy pensiya formulasi bilan hisoblanadigan pul emas, balki ma'lum shartlar bajarilganda qo'shib berilishi mumkin bo'lgan summa bo'lishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun har bir pensioner o'z holatini alohida tekshirishi kerak. Eng muhim savol, summa qachon 4 ming so'mgacha oshadi? Men buni juda aniq qilib aytaman. Bunday o'zgarish faqat rasmiy qaror, farmon yoki hukumat hujjati kuchga kirgandan keyin amal qiladi. Mish-mish Telegramdagi rasm, tanish bilish aytgan gap yoki falon mahallada berishyapti ekan degan xabar huquqiy asos bo'la olmaydi. Agar to'lov 4 ming so'm etib belgilanadigan bo'lsa, unda hujjatda 3 ta narsa aniq yoziladi. Kimlarga beriladi? Qachondan boshlab beriladi? Qaysi manba hisobidan to'lanadi? Mana shu 3 ta band bo'lmasa, hali amalda pul tushadi deb ishonish to'g'ri emas. Asosiy qism bit, kim bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kim shoshilmasligi kerak, endi batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa 70 yoshga to'lgan yoki 75 yoshdan oshgan oddiy yoshga doir pensionerlar. Masalan, otaxon 1940 yilda tug'ilgan, hozir 76 yoshda. Har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U eshitdi. 75 yoshdan oshganlarga 40 ming so'm qo'shilar ekan. Bunday holatda u birinchi navbatda pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki Maybank Okov uz orqali o'z ma'lumotlarini tekshirishi kerak. Chunki yoshi to'g'ri kiritilganmi? Pasport ma'lumotlari yangilanganmi? Pensiya turi qanday ko'rsatilgan? Bank kartasi yoki pochta orqali olish tartibi to'g'rimi? Bularning hammasi ahamiyatli. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi olayotgan va 75 yoshdan oshgan fuqarolar. Bu yerda masala biroz murakkabroq. Chunki odam bir vaqtning o'zida yoshga doir pensiya emas, nogironlik pensiyasi olishi mumkin. Masalan, onaxon atimtaq yoshda, lekin unga ilgari nogironlik pensiyasi tayinlangan. Endi savol tug'iladi. 75 yoshdan oshganlar uchun beriladigan ustama unga ham tegishlimi yoki faqat yoshga doir
pensiya oluvchilargami? Mana shunday joyda qonuniy hujjatdagi aniq formulovka muhim. Agar hujjatda barcha pensiya oluvchilar deb yozilgan bo'lsa, doira kengroq bo'ladi. Agar yoshga doir pensiya oluvchilar deb yozilgan bo'lsa, unda nogironlik pensiyasi olayotganlar uchun alohida tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, faqat yoshga qarab xulosa chiqarmang, pensiya turini ham tekshiring. 3-toifa, bo'g'uvchisining yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Masalan, keksa ona vafot etgan turmush o'rtog'i hisobidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi va o'zi 75 yoshdan oshgan. U ham menga dir 2000 so'm qo'shiladimi deb so'rashi tabiiy. Lekin bunday holatda pensiya kim nomiga? Qaysi asosda, qaysi tur bo'yicha tayinlanganini tekshirish kerak. Chunki ayrim qo'shimcha to'lovlar faqat shaxsning o'z pensiyasiga biriktiriladi. Ayrimlar esa ijtimoiy maqomga qarab beriladi. 4-toifa. Pensiyasi juda kam bo'lgan pensionerlar. Masalan, 75 yoshdan oshgan onaxon 760 ming so'm atrofida pensiya oladi. U uchun 12 ming so'm qo'shimcha juda katta yordam bo'ladi. Lekin shu joyda yana bitta nozik jihat bor. Ba'zi to'lovlar minimum darajaga yetkazish tartibida bo'ladi. Masalan, davlat ayrim toifadagi fuqarolarning umumiy daromadini muayyan minimal miqdordan kam bo'lmasligini ta'minlaydi. Bunda hamma pensionerga teng 70 ming so'm qo'shilmasligi mumkin. Balki pensiyasi kam bo'lganlarga ko'proq, pensiyasi yuqoriroq bo'lganlarga kamroq yoki umuman qo'shilmasligi mumkin. Shuning uchun falon qo'shimga tushibdi. Nega menga tushmadi? degan savolda har doim individual hisob-kitob bo'ladi. Birinchi misol, Ahmad Ota 75 yoshga 2026 yil mart oyida to'ladi. U 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Agar 75 yoshdan keyin qo'shimcha to'lov tug'ilgan kundan keyingi oydan beriladi degan tartib belgilansa, Ahmad Otaga qo'shimcha aprel oyidan hisoblanishi mumkin. Agar tartibda 75 yosh to'lgan kundan boshlab deyilsa, mart oyining o'zida ham proporsional hisoblanishi ehtimoli bor. Mana shu farqni odamlar ko'p bilmaydi. Shuning uchun tug'ilgan sana juda muhim. Ikkinchi misol, Muhabbat aya Takim yoshda pensiyani bank kartasi orqali oladi. Lekin uning plastik kartasi muddati tugagan. Bankdagi hisob raqami yangilanmagan. Agar yangi qo'shimcha pul avtomatik yuborilsa ham to'lov qaytib ketishi yoki kechikishi mumkin. Keyin odam menga bermadi deb o'ylaydi. Aslida muammo huquqda emas, to'lov rekvizitida bo'ladi. Uchinchi misol, Qodir Ota 77 yoshda, lekin pasportini ID kartaga almashtirganda ma'lumotlar pensiya bazasida yangilanmagan. Tug'ilgan sanasida bitta raqam xato. Masalan, 1949 o'rniga 1951 kiritilgan bo'lsa, tizim uni hali 75 yoshga to'lmagan deb ko'rsatishi mumkin. Bu juda kam uchraydi, lekin uchraydi. Shuning uchun men har doim aytaman. Yoshi katta odamlarning hujjatlarini farzandlari bir marta tekshirib qo'ysin. 4-misol. Dilbar aya 26 yoshda chekka qishloqda yashaydi, pensiyani pochtachi orqali oladi. Agar qo'shimcha to'lov joriy qilinsa, u pochta ro'yxatga kiritilishi kerak. Ammo mahalla, pochta yoki pensiya bo'limidagi ro'yxatlarda yashash manzili yangilanmagan bo'lsa, pul kelish kechikadi, ko'chib ketgan. Lekin propiska manzilini o'zgartirmagan pensionerlarda bunday muammo ko'p bo'ladi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan 75 yoshdan oshgan bo'lsa, ham oxirgi oylarda pensiya miqdorida hech qanday o'zgarish bo'lmaganlar. Ikkinchidan, pensiya turini bilmaydiganlar. Uchinchi, pasport yoki ID karta almashtirgandan keyin pensiya bo'limiga ma'lumot bermaganlar. 4-chi, bank kartasi muddati tugaganlar. 5-chi, boshqa hududga ko'chib ketib, pensiya ishini yangi yashash joyiga o'tkazmaganlar. Kim shoshilmasligi kerak? Agar siz hali 75 yoshga to'lmagan bo'lsangiz, masalan 74 yosh 8 oylik bo'lsangiz, qo'shimcha to'lov darhol chiqadi deb kutmang. Agar rasmiy qarorda aynan 75 yosh to'lish sharti bo'lsa, tizim tug'ilgan sanaga qaraydi. Yana pensiya har oy oldindan yoki belgilangan grafik asosida to'lanishini ham unutmaslik kerak. Ba'zan qo'shimcha hisob-kitob keyingi oyda kompensatsiya bilan tushishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala 10 ming so'mgacha degan ibora. Bu ibora hamma uchun aynan 10 ming so'm degani emas. Gacha so'zi maksimal chegarani bildirishi mumkin. Masalan, kimdadir qo'shimcha 300 ming, kimdadir 450 ming, kimdadir esa umuman boshqa miqdor bo'lishi mumkin. Buni aniq bilish uchun rasmiy me'yoriy hujjatda formula qanday yozilganini ko'rish kerak. Ikkinchi nozik masala, qo'shimcha pul asosiy pensiyaga qo'shilib ko'rinadimi yoki alohida satrda chiqadimi? Bank kartasiga pul tushganda odam ko'pincha faqat umumiy summani ko'radi.
Masalan, oldin 20 million 300 ming olgan bo'lsa, keyin 20 million 2 ming tushsa, ha 2 ming qo'shilibdi deydi. Lekin aslida shu oyda indeksatsiya. Qayta hisob-kitob, qarzdorlikni yopish yoki kechiktirilgan to'lov ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya bo'limidan yoki elektron xizmat orqali to'lov tarkibini ko'rish kerak. Uchinchi nozik masala, bir nechta imtiyoz ustma-ust kelganda qanday bo'ladi? Masalan, odam urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, nogironligi bor yoki parvarishga muhtoj bo'lishi mumkin. Ayrim ustamalar bir-biriga qo'shiladi. Ayrimlari esa faqat bittasi tanlanadi. Bu juda muhim. Odam menda 3 ta asos bor, demak 3 barobar pul olaman deb o'ylashi mumkin. Lekin qonunchilikda har doim ham shunday emas. 4-chi nozik masala. Parvarish puli va 75 yosh ustamasi bir narsa emas. Ko'pchilik keksa odamga qarayotgan farzand yoki qarindosh men parvarish qilyapman, demak bu pul menga tushishi kerak deb o'ylaydi. Yo'q, agar gap pensionerning yoshi bo'yicha qo'shimcha to'lov haqida bo'lsa, u pensionerning o'ziga tegishli. Parvarish puli esa alohida tartibda, alohida hujjatlar bilan rasmiylashtiriladi. Bunda tibbiy xulosa parvarishga muhtojlik holati, bandlik masalalari rol o'ynashi mumkin. 5-chi nozik masala chet elda yashayotgan yoki uzoq muddat safarda bo'lgan pensionerlar. Agar pension O'zbekistonda ro'yxatda turib pensiya olayotgan bo'lsa, lekin uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, to'lov tartibi alohida tekshiriladi. Bank kartasiga pul tushishi davom etishi mumkin, lekin ayrim hollarda yashash joyi, hujjatning amal qilish muddati yoki tasdiqlash talab qilinadi. Shuning uchun chet eldagi farzandlar ota-onasining pensiya hujjatlarini e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. 6-chi nozik masala, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Agar pensionerning aliment, kredit, sud qarori yoki boshqa majburiy ushlab qolishlari bo'lsa, qo'shimcha to'lovning hammasi qo'lga tegmasligi mumkin. Masalan, pensiya 20 million 400 ming, qo'shimcha 405 ming bo'ldi, umumiy 20 million 805 ming hisoblandi. Lekin qonuniy ushlab qolish bo'lsa, kartaga kamroq tushishi ehtimoli bor. Shunda odam davlat bermadi deb o'ylaydi. Aslida ijro hujjati bo'yicha ushlab qolingan bo'ladi. 7-chi nozik masala. Hamma joyda bir kunda tushishi kerak degan noto'g'ri tasavvur. Pensiya to'lovlari hududlar, banklar, pochta bo'limlari va grafik bo'yicha amalga oshiriladi. Toshkentda bir kunda tushgan pul Qashqadaryo yoki Xorazmning Olis qishlog'ida boshqa kunda yetib borishi mumkin. Bu huquq yo'q degani emas. Bu to'lov texnikasi degani. 8-chi nozik masala, eski hujjatlar. Ayrim pensionerlarning mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjatlari, tug'ilganlik sanasi bo'yicha arxiv ma'lumotlari eski ko'rinishda bo'ladi. Agar pensiya qayta hisoblanadigan yoki toifa tasdiqlanadigan bo'lsa, mana shu hujjatlar yana kerak bo'lishi mumkin. Shu sababli men pensiyaga chiqqanman, endi hujjat kerak emas deb o'ylash noto'g'ri. Endi aniq qadamlarni aytaman. Agar siz yoki oilangizda 75 yoshdan oshgan pensioner bo'lsa, birinchi ish hujjatlarni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilyaptimi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Familiya, ism, otasining ismi pensiya hujjatlarida to'g'ri yozilganmi? Shuni ko'ring. Ikkinchi qadam, pensiya turi va miqdorini aniqlang. Pensioner yoshga doir pensiya olyaptimi? Nogironlik pensiyasi olyaptimi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiya asosida to'lov olyaptimi? Buni bilmasdan 430 ming so'm masalasiga aniq javob berib bo'lmaydi. Pensiya bo'limiga borganingizda, mening pensiyam qaysi tur bo'yicha tayinlangan va qo'shimcha to'lovlar tarkibi qanday deb so'rang. 3-qadam. Bank kartasi yoki pochta ma'lumotlarini yangilang. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangisini oling. Agar pensioner pochta orqali olsa, yashash manzili to'g'ri ko'rsatilganini tekshiring. Ko'chib o'tgan bo'lsangiz. Pensiya ishini yangi manzilga o'tkazish masalasini ko'rib chiqing. 4-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya jamg'armasi, Adliya vazirligi, hukumat qarorlari e'lon qilinadigan rasmiy portallar, MyPokkov, Uz kabi manbalardagi xabarlarni tekshiring. Men tavsiya qilaman. Telegramdagi har bir xabarga ishonmang. Ayniqsa bugun ariza bermasangiz puldan qolasiz degan vahimali xabarlar ko'pincha noto'g'ri bo'ladi. 5-qadam. Yozma murojaat qilishni o'rganing. Agar siz 75 yoshdan oshgan bo'lsangiz, rasmiy qo'shimcha to'lov belgilangan bo'lsa, lekin sizga tushmayotgan bo'lsa, shunchaki og'zaki so'rab yuravermang. Pensiya bo'limiga yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Men falonchi, falon yilda tug'ilganman, pensiya oluvchiman. 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun belgilangan qo'shimcha to'lov bo'yicha menga hisob-kitob qilinmaganini
tushuntirib berishingizni agar to'lov belgilangan bo'lsa, qaysi sanadan va qanday miqdorda tayinlanganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shunday murojaat javob olish imkoniyatini oshiradi. 6-qadam hujjatlardan nusxa tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, bank rekvizitlari, yashash manzili, zarur bo'lsa tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, parvarishga muhtojlikni tasdiqlovchi hujjatlar. Har doim asl hujjatni olib boring, lekin nusxasini ham tayyorlab qo'ying. Bu vaqtni tejaydi. 7-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi. Zarur bo'lsa pensiya jamg'armasining markaziy apparati yoki mytonkov.uz orqali elektron murojaat. Javob og'zaki emas, yozma bo'lsin. Chunki yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Yosh toifasi mos emasmi? Pensiya turi mos emasmi? Hujjat yetishmayaptimi? Texnik xatomi? Hammasi aniqlashadi. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Dirti etli 1000 so'mni chiqarib beraman. Oldindan pul bering. Arizani men orqali topshirsangiz tezroq tushadi. Kartangiz raqamini va SMS kodini yuboring deganlarga ishonmang. Pensiya va ijtimoiy to'lovlar uchun SMS kodini hech kimga aytmang. Bank kartangizdagi pulni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Rasmiy idoralar sizdan SMS kod so'ramaydi. Yana bir muhim maslahat. Farzandlar ota-onasining pensiya masalasini faqat pul tushmagan paytda emas, oldindan nazorat qilsin. Oyda bir marta pensiya miqdorini, qayta ishlayotganini, dori xarajatlari qanchaga chiqayotganini, qo'shimcha imtiyozlar bor yo'qligini tekshirish kerak. Ba'zida pensionerning o'zi idoraga borishga qiynaladi, navbatda turishga sog'ligi ko'tarmaydi, savol berishga tortinadi. Farzand yoki nabira yordam bersa, ko'p masala tez hal bo'ladi. Demak, 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun dardimaqada 1000 so'mgacha qo'shimcha to'lov masalasida eng muhim narsa shuki, pul qachondan berilishi faqat rasmiy hujjat bilan belgilanadi. Hamma uchun bir xil va avtomatik bo'ladi deb o'ylash xato. Yoshi, pensiya turi, hujjatlarning to'g'riligi, bank yoki pochta ma'lumotlari, yashash manzili va mavjud imtiyozlar alohida ahamiyatga ega. Agar siz 75 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki oilangizda shunday pensioner bo'lsa, bugunoq hujjatlarni tekshiring, pensiya turini aniqlang, to'lov tarkibini so'rang va rasmiy manbalardan xabar kuting. Agar to'lov belgilangan bo'lsa-yu, sizga tushmayotgan bo'lsa, yozma murojaat qiling va javob talab qiling. Sizningcha 75 yoshdan oshgan pensionerlar uchun qo'shimcha to'lov tirmixi 1000 so'm emas, undan ham yuqori bo'lishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya oshishi, nafaqa tayinlash, qayta hisob-kitob va imtiyozlar bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.